7 ta bola bilan gaplashgan bola qizni bilmayman-u, erkak kishi olmaydi, hezalay olishi mumkin. Ras xohlamayapsizmi? Siz o'sha telegramingizda bor, hayotingizda borlarni blok qiling, yig'ishtiring. Pok yuring, inshaalloh pok ayol nasib bo'ladi. Uylangan bo'lsangiz, Payg'ambarimiz alayhissalom unga ham hadislari bor. Sizlar o'zlaringizga tegishli bo'lgan ayollarni begona erkaklardan qanchalik pok bo'lishini xohlasalaring, sizlar o'zlaringni begona ayollardan shunchalar pok saqlanglar. Qarayapsizmi? Sizga ham qaraydi. Gap otyapsizmi? Sizga ham gap otadi. Axir endi aytkim kelmayapti. Misol qilganda ham odam naqas qo'zib ketadi. O'sha qana salom bo'lsa, o'shuni alaylar. Bu degani uylanmagan bolalar ham hushyor qayning, uylangan bolalar tim bo'li hushyor qayning.